Andijonda ichki ishlar xodimlari bir insonni urib o'ldirib qo'yganligi, bir ayol kishi yig'lab chiqib video qilib ko'rsatgan edi. Mana akamni o'ldirib qo'yishdi deb. U holatlar o'zini qisman tasdig'ini topdi, qiynoq bo'lgan ekan. Yoki o'tgan yili mana Bekobodda o'sha sud binosida ukasini sud qaroriga e'tiroz qilgan bir dastlab otasi bo'ldi, keyin ukalari, akalari o'sha tartibsizlik bo'ldi deb ikkita aka-ukani olib chiqib ketgan ichki ishlar xodimlari keyinchalik ichki ishlar binosida shu ukasini urib o'ldirib qo'yganligi tarmoqlarda chiqdi. Ya'ni bu ham bor yoki Bo'kada bo'ldi bunaqa holatlar. Ya'ni o'rtoqlar, bilasizmi? Bu ichki ishlar xodimi ham, sud ham hamma shu xalqning bitta bolasi, vakili. O'layotgan ham, qiynoqda qolayotgan ham mana shu xalqning vakili. Bu umumiy bizning fojiamiz. Shunchaki qadriyatsiz yashayotganligimiz oqibatida qonunlarga rioya